Agar siz turib yegan bo'lsangiz, chayon chaqqan taqdirda ham bundagi antioksidan sizni tomirlaringizda yurayotgan zaharni kesishga qobiliyatiga ega. Turib shu darajada foydaliki, bu ona sutini ko'paytiradi. Agar homilador bo'lsangiz, homilani tushiradi. Agar erkak kishi zaif bo'lsa, erkaklikni oshiradi. Bundagi yellantiruvchi, tarkibidagi yellantiruvchi modda ereksiyani yaxshilaydi. Turibni Ibn Sino aytadilarki, xomidan ko'ra buni qaynatilgani, yo'q parlangani, pishirilgani afzal deganlar. Endi ko'pchiligimiz eski ota-bobolarimiz davriga qaytadigan bo'lsak, o'sha paytlarda turibni to'g'rab turib, tuzli suvga 15-20 minutga solib qo'yilardi va yeyilardi. Nima uchun unaqa qilinadi? Ya'ni undagi o'sha ovqatdan oldin yeganingizda sizda ko'p kekir paydo qilishligi, ko'ngilni aynituvchi jihatlari haligi tuzda parchalanadi. O'shandan keyin yesangiz, bu ovqatni hazm qiladi. Ovqat hazmida juda yaxshi ish beradi va tanadagi yetilmagan xiltlarni yaxshi yetiltiradi. Bitta zarari shu xomligida yeyilsa, me'daga zarar bergan. Qolgan hamma foyda taraflari kitoblarda kelgan.